Qaranglar do'stlar, xuddi devorda qarasangiz, oralari ochiq bitta depsanang to'kilib ketadiganiga o'xshayapti. Devor haqiqatan o'rtacha qurilgan, vobshe tupursangiz og'anab ketadiganiga o'xshaydi, lekin buni bitta narsa ushlab turibdi. Nima desalar, agar devorlaring o'rtacha bo'lsa, tomlaring baquvvat bo'lsa, devorlaringni ham ushlab qoladi. Do'stlar, bu ishlariga 100% javob berishar ekan akalarimiz 20 yilgacha, ya'ni shamol, qor, liboy narsani ko'taradi deyapti, 100% ishimizga javob beramiz deyapti. Ushbu ya'ni joyimiz, obyektimiz общий 2800 kvadrat metr, uzunasi 200, eni 14 metrgacha ekan. Bez ustunsiz 30 metrgacha qilib beramiz deyapti. 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 150 ming so'mdan boshlab 320 ming so'mgacha bo'lar ekan. Bu narxlar ichida O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka, servis, o'lchash, dizaynerlik xizmati mutlaqo bepul, konteyner profil hamma yo'q o'z ichiga oladi. Agar foydasiz olinsalar, bonus tariqasida kraskasi bilan, ya'ni shiprini yoki tunikasini olib bersalar, bepulga xotirib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, shunaqa konteyner profildan tom yopish xizmati akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.